Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Şirketi televiziya ilani, televiziya programması, televiziya teatri, mikrofilmlarni ishlash, shundaqla cho'ng kichik murosimlarni planlash va o'tkazish. Şirketlerin təşviqat planını tüzüş və LED ekranını icara veriş qatarlıq türlər bilan şug'ullanadi. Agar yuqorqi turlarga ehtiyojingiz bo'lsa, Kamera Madaniyat Tarqitish Şirketi sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish Şirketi. Yaxshimi? Voy! Appaqarda o't qaşdek bo'lib, oyda bir kelgansiz siz. Voy! Alamsız, ammamsız. Voy, sizlarni kimni olaman? Bulana tez. Voy! Pul metel. Ma'qul. Oyda bir ko'rishimdi. Voy! Gülginaz tabiiy sappaxtiliq asli qog'ozi. Fuka. Muş çaşını asıraydıgan, başlık kipekini yoqtırgan, başının terisini asıraydıgan yaxşıroq mahsulotlarimiz birini tavsiye qilmamsa. Muş sizga o'xshash chashning dardini tortayotganlarning hammasi mush Esternili tavsiya qilyapman hozir. Nima dacha, Fukma? Mush papa issiqda chapanni Esternni beshinga o'rab ya demoqchimisan? Yo'q. Demoqchi uni meliq chashqa foydali tarkiblar qo'shilgan Ester chash suyi suyuqligi deyman. Ester chash suyi suyuqligi kipekni yo'qitib, chash tushishning oldini oladi. Chashni jonlantirdi. İşletkendan keyin unumi haqiqatan qaltiskan deysiz. Chechingizdan ansirishingizning hech qanday hojati yo'q. Esterni esingiz uchun saqlang. Voy, nima bo'ldi? Voyjon, qancha o'qitlaman shu mashqa o'tqalashdin. Hey, oldin qaytma bizning qo'shnilar ko'mir qalab isab qo'yg'il tasliq qilibdi. Shuningni meri ansirab jo'ratdim. Men sho'xlarning sanshi markalik asmashlar chiqibdi. Ham muhit qo'g'daydi, ham aptika, ham shunda issiq turdi. Shu birini apli keldim sen jafot tatib ketdi deb. Uning ustiga voy, ey chiranglar nima ketishlar? Chiranglar meni esitaylar. Oy, odaş ben çıkmasam sen kim işine hiç perdi değmek. Oy. Bol kile kile adaş otur. Kile. Sen al. Oy ey. Topuyor. Oy rahmet adaş. Oy adaş hocam saat oldu ya. Sen vaxtda yoxlab kilemek kaldım. Hey adaş. Adamdan çok ara bir yeri ağırganda yakınlarını pek eslaydiken deyine. Putum sınmadı, dostlarımdan çok yürgüm sınıp gitti. Bir adaş. Oy yok adaş. Seni demedim, sen okşamaysa sen pek aldıraş emez mi? Ha şu adaşmış hizmetimden başka yakını bir bal bilen ayıp oldular. Oy digine bundan neymiş oldu? Oy bu sorum ya. Oy adam ciddileştirmeyi digine jürüp kaldın mı? Şu bir baldan jürüp kaldım. Tıkım aldıra şu kit kaldım anladım. Adaş sen pek ahgönül. Aldan kalktım diye biraz seni bozak kıvamısın. Çayan diyen namını düştükrak çıkıla. Çayan diyen çok aran neştirini sancıvamısa hiç kim çayanla korkmaydı. Vay adaş, bu da çok kara o balının isiliqiga gep to'g'ri kelmaydi. Shunda esil, hem shunda man kuyundi qara. Meningli jinim degine o. Haras, o pes saqlab qolgandi. Chaqirib chiqaysan bir baholab baqamsan. Maqlar. Adaş'tan az olsun o. Oy rahmet adaş. Tüy ta. Adaş ben sen tanıştırık ya. Rüyak'nın ismi bolsa Azmat Böcen. Özel nol Böcen. Hey, to'g'ri qilish qolgan to'chqani böjenga ketibsan ku. Yo'da, shunda olmoq turmamdi. Qarab böjendeklar.
Ha, bek umakka. Çubacının özlüğü. Şu sizning tunishlik qilasiz. Ha, sizni bu yoqni tinchlik ya. Bu bo'lsa mening yaqin do'stim Adila Pachchaq. Şu Elfire sizning putungiz sunibdi degan xabarni menga yetkazgandan beri mush ikkimizning ko'ngli nat yerim bo'ldi qarang. Biz degan ikkimiz bir-birimizni quchoqlab, yig'lab, shunda azoblandik. Endi menimcha qarang, sizni yo'qlab mushu qo'ypachiga kelgan, siz mushu safadan tushib mush asığı qo'l uzatganning o'rniga mush biz ekelgan mushu pachaq qo'l uzatib qarang. O odamni jimmidan bu yerda o'tirib bikadan bika odamni qachirgandan mushuni qachirib bersangiz mushuydan 2 kun qolmay chiqdisiz. Voy yurak. Qaraganda biz yurganimizni sungan pachaqingiz besib olganda qildi. Hay adaş, maşında gepten iqtidorli falan nədimi deb bağlansa, hocan daqtına ko'rsagmisin. Rahmat. Ay adaş, tuginin kesin cumhur rahmet adaş. Kimga? Tanımayman. Bu Fransızlarla bo'ldi. Bu acaba uriyverdi. Tanımaydigan numarga bo'ldi. Qarimizni suncha bizdan. Shuning bilan sizning bu putingizni mushu milishpagan tangdadingizmi yo o'zingiz bunday tuxum biltirib oldingizmi? Acaba uriyverdi. Akaman so'z şey bo'lmasa. Voy. Tanımaydigan numarga bo'ldilar. Biroq o'qishingiz bilan o'xshamamdi. Akaman bo'lmasa men so'zlashay. Voy, nimanda qilsiz? Dedim-ku, tanımaydigan numarga qarimizmi, o'zimizning paran qilaverdi bo'ldi. Neymiş karımız bulmaqdak? Telefonunuz qo'qishingiz bormidi? Qo'qishingiz bo'lsa akaman men so'zlashay. Voy, nimanda beshamda qilsiz? Beshamli qilmadim. Alfira Chayanning joyida beshamli qilgan kimga o'xshaysiz siz? Qanday beshamliga ko'z qo'yaman sizga? Ey, do'stingizdan sattur deyman. Sattur turmamdi. Akila telefonni. Voy, siz xato tushunib qoldingiz. Hey, men pachiqim saqogan boschi, men uydan ko'tdan tepib chiqarib etdim. Tonish qilib necha kun bo'la bo'lmay, men do'stim tuzkorlik qildim, sen tuzkor. Ey, bu siz shunday yaqin do'stim deysiz. O'tning ustiga yog' chashqandek gap tushirsiz-ku, Adila pacha. Hey, yilg'i tonish qilib 3 hafta o'tdi. Do'stim bilan 30 yillik mehr muhabbatimiz bor bizlar. Yilg'i gap qilishga qadamni chachmay vaqt kelganda. Ey, Voy putam. nima gap qilmasam nervam tugirma. To'kirudek. Sen bana qiynam yetishmas. Bunda bir chukur baqa. Nima nervam tugirma. Nima do'stim qo'paldingsa, uning putusini nazigada, ya'ni ko'nglini so'ndirmoqchiman. Yo'q, men tushundiray Alfira. Anglamayman yuqol. Bunda ta'turlik qilmang, nimanda qilsiz men tushundiray. Yuqol deb qo'pa. Voy canım adaş qara. Azmat böjen. Voy yo'q, Azmat hozir ishning o'ziga u bir. Voy, taqturqa qarab bir odamniki debdikan men uni taqturqa degdek qanchalik taqturqa batdi-ya, uyg'on qursoq tozning. Voy, shunda bir ishimiz siqdi. Bo'pti adaş. Yerim yeningni men bakanman. Zadeçi muş erkek degan kiçi işengil olmaydı. Muş konularımı deptike İran'ı şengiçi işkanı aldıdike ılgığı şende. Boldu adaş vey. Көз uçuq qarğının özgə mən o mən. Hey muş erkek degende boldu qıgıda. Qara adaş ködünma, yani keval domuşdaq. Bu sizga ko'nglim. Voy adaş. Aqidam bilmabdim men kechir gülüm ajab xorlar yuribdi men. Hey
Mening do'stim yana shirin shikar so'zlaringni olday deyapsan. Ko'nglim, jedim. Mana mening mush bugungi xatoligimni bir kechiritadigan ishingiz bo'lsa qarang. Bundan keyin men sizni hargiz yig'latmayman suyundim. Mush men sizni bozorlarga chiqib, ko'nglingiz nimani xohlaganini tushunib turman suyundim. Adaş, qara chiroyliqmikan? Adaş, biz odatimizda o'g'ilni yaxshi ko'ramiz-ku. Achchig'imi bor, tatliqimi bor degandek. Ha? Biz maylismi? Adaş, men chiqib kiray-ya. Çay. Ey adaş, sen aldırış tursan sinirdim xato bo'lib qoldi, to'xtamab berjing bu xon. 3, 2, başlandı. Voy yo'q adaş, sinirdim ham senga aldırış tursam, sen o'xshamaysan adaş. Adaş qarmamsa shunda omoq böjengga o'xshaydi-ku. Ya unda pişemni qilmang deyman. Ben tıkça bir şey de kıldım. Sert turdu, qiram edi. Bunda olib keldi. Sen bir işin var. Ya siz do'stug'andek ishga gaqib qiling qani. Hey, Ha. men putum cho'q. Sizningki gap so'zlaringizni anglab shunda endi iqtidorlik degan gapmi bormi qarang siz. Xitoyni sunmabdi, shuni qilgan xeyli yadron sunib kelsiz.